MySQL. Demek qanday ko'rinyapti? Bazaga kirib olaman, masalan, use aytaylik. Uzr. Qancha? Korzinka meniki. Ba'zan men sraz kirdim, ro'yxatni ko'rmadim. Show tables. Gaplashmaymiz. Misol uchun men talabalarni ochishim kerak. Qaytib olib turlar. Describe esa ham ma'lumot yo'q hali. Ma'lumot qo'shganim yo'q, bo'm-bo'sh. Adimalik. Rejim qaydnomasi guruh ID'si, familiyasimi? Shu ma'lumotlar qo'shishim kerak ekan. Misol uchun, qo'shishni qala insert into nimani ichiga? Insert qo'shaman. Into nima degani? Into. Ichiga nimani valar. Nima qo'shaman? Values. Qiymat qo'shaman. Birinchi qiymatim talabangiz misol uchun buncha ma'lumot bor. Misol uchun aytaylik 45 deylik. Qanaqadir rejim qaydnomasi harfli ekan. Masalan, S D rejim. Birinchi harf son qo'shib bo'ladimi? Nima qilayotganda? Nonni boshiga son qo'shib bo'ladimi? Farqi yo'q. Bu chavarcharku qarang. E'tibor beringlar, nima qilyapmanmi? Nimaga olyapman? Tushuntirib beraman. Birinchi masalan qaydnomada kiritdim. Misol uchun u talaba o'qiydi 653 24 o'qiydi. Aytaylik familiyasi. Nima edi familiyangiz? Hoshimov. Yumshoqmi? Hoshimov. Ismingiz? Husanboy. Hasanboy ham bormi? Fatima. Fatima. Bu ham o'qiydimi? Rektorimiz. Qaysi universitetdan? Husanboy. Mana. Ne? Husanboy. Mana. Bir qatorni qo'shdim mana. Nima deyapti? E'tibor nima ish qildim? Insert qo'shaman into ichiga talabalarda valuasiga qiymatlar degan. Birinchi qiymatim reyting qaydnomasi ekan mana. U tipi vachar ekan. Ko'rasizlarmi? Bu degani unda harf ham nima ham bor? So'ram bor. Endi qarang, var int, float, double, decimal degan tiplar bor-ku. Shunda o'sha hamma tiplarni apostrofga yozasiz, apostrofga. Bittalikka, ikkitalikka. Ikkitalik qo'shsa ham bo'ladi. Ikkitalik qilsa matn qolmaydi buni? Yo'q. Matn o'zi matnda bu. Ma'lumot matn kirityapmiz hozir. Bundan keyin gruppa mana qarang, bunda endi probel, o'g'illarga nima qo'yish kerak mumkin. Masalan, o'lmas yozmaysiz-ku. To'g'ri, bu ma'lumot. Jadval ustunda nomida mumkin emas, lekin bunda mumkin bu ma'lumot. Endi keyin qarang, har bitta qatori qo's ochyapman, qo's yopyapman. Endi kiritaman ma'lumot, men insert kiritaman. Endi buni o'rniga aytaylik, qanaqa o'zgartiramiz. Ma'lumot. Bu ham 53. Bobur familiyangiznimi? Mashrabov. Shunaqa yoziladi-da. Masalan, Boburning ismi? Misol uchun aytaylik, yangisini qo'yaylik. O'si bor. Bo'psiga Bobur qo'yamiz bo'pti. Kimning ismida O bor? Menga bo'shaq. Deb Bobur deb qo'yib. Bu bilan yozilgan. Mana qarang, bir qator qo'shdim, yana keyin qator qo'shaman, enter. Yana qator qo'shaman. Nimada qolib ketdi qaylar boshda? To'g'irlab qo'yamiz keyin mana. Xato ketdi, mayli, to'g'irlaymiz. Masalan, aytaylik, o'lmas bor-a? Qarang. O'lmasda qanaqa yozilish kerak o'zi-a? Shu yerda nima xato ketyapti, qayerlar? Ikkita qo'shdan olib qolay. Endi ikkitalik. Ikkita olib qolay. Shunda qarang. Yo ikkitalik qilasiz, mana. Bu birinchi yo'li, adimalik. Agar yo'q, bu shift bilan qo'yiladi, shift bilan qo'yiladi. Shiftni bosib qo'yasiz. Men yo'q, shuni qo'yaman siz, men o'ga, mana yo'da bor-ku, belgi. Qosh, shuni qo'yasiz. Ishtima qilmaydi. Bu nima bu? Bu ma'lumot-ku. Tag'isa qo'yish kerak emas bunga.
Payqilsa shart emas. Ketib qoldi-da. Mana. O Masof 2 xil bo'ldimi? Topish kerak bu. Belgi nima? Belgi mana bu yerda yo'da, u yo'jik bor-ku. Mana shu yerda bor. Endi xatolik beradi, chunki men qo'z qo'ymadim. Mana bunday xato chiqarib berdim. Shu bitta